Ramazanda insanның ruhi özgürüdür. Ruhlar Ramazanda farklı boludu. Bu yerde fikir kılışık tegişlik acayip sırlar var. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve kırındaşlar. Biz Ramazan özgürüş iyidir degan bu programını Ramazanlık tayyorladik. İnşallah Ramazanның her günü de bunundan bir halkını diqqatingizga sunamiz. Birincisi, Ramazanda insanның ruhi özgürüdür. Ruhlar Ramazanda farklı boludu. Bundaq bo'lishi Ramazanның kelişi bilenmi yoki Ramazandaki amel ibadetlerinin köplüğü bilenmi yoki kishilarning Ramazan oyida yaxshilikqa aldirashlari sababidimi? Bu bilinmaydi. Bu yerde fikir qilishga tegishlik acayip sırlar bor. Bunun qaraydigan bo'lsak, har qitim Ramazan kelganda Ramazanның nurlari va qalbimizning yorishlari ziyoda bo'ladi. Ramazan oyida 1 minut, 1 sekund har bir vaqtimizni Allohga yaqinlashadigan amallar bilan o'tkazishimiz kerak. Yani bunundan 24 saat hiç çıkmay ibadet kılan deganlik çıkmaydı. Müslümanның oltağını mı, kopqını mı, mağını mı, tuğunu mu ibadet buludu. Madami ki onun niyeti şu Allah'a yaqinlashish ve ibadet niyeti bilen bolsa. Ramazan insanның ruhini kötürengi kılıdı, ko'nglini hoş kılıdı ve insanga alahida başka vaqtda his qilmagan shundaq bir lazzat, baxt, saadetni his qildirdi. Agar kishilar Ramazandan burun ibadetlarga bo'lgan qizg'inligi biroz bo'sh bo'lgan bo'lsa, Ramazan oyida kishilarning ruhi ko'tarilib, ibodatga bo'lgan qizg'inligi oshadi. Allohni zikr qilish bilan qalbi rohatlanadi. Qur'on tilovati bilan ko'ngli xush bo'ladi. Yani bu alaylik, yani tövbe qilganlarga xos bo'ladi. Chunki inson xatoliklardan tövbe qilgan vaqtida bu kishiningki qalbi yanadi, qalbida hech qanday kir, adovat ve başka hech qanday bir narsa qolmaydi, yangi sahifa ichiladi. Bularning dillari Allohni yod etish bilan aram topadi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Diqqat qilinglar, Allohni zikr qilish, Allohni yod etish bilan dillar aram topadi. Hamda Ramazanda insonlarning tuyg'usining o'zgarishi va ma'naviyatning yuqori bo'lishi, ruhning o'zgarishi bir qancha taraflardan bo'ladi. Yani bununla ta'sir ko'rsatadigan bir qancha omillar bo'ladi. Birinchisi, inson o'zini ko'ngil moyilligidan, nafs xohishidan cheklaydigan ro'zadan iborat muborak bir tonni kiydi. Chunki ro'za insonning tilini saqlaydi, ko'ngil xohishiga ergishishdan cheklaydi. Hadis şerifta as-siyamu cunda deb kelgan. Yani ro'za qalqandir. Yani ro'za insonlarni turli gunoh ma'siyatdan mudofaa qiladi va saqlaydi. Yani bir hadisda ro'za qalqan bo'lib, uning bilan inson do'zaxdan saqlanadi deb bayon qilingan. İkincisi, Ramazanninki go'zalligi. Ramazanda kechalari so'rliq turish va kech vaqti iftorlik o'tirish degandek bu alomatlar insonning ruhini shodlantirdi. İnsonninki ma'naviyatini yuqori ko'tarib, ibodatga bo'lgan qizg'inligini oshirdi ve ilgari g'afil qolgan bo'lsa, g'afilligini yo'q qiladi. Bu to'g'rida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalarga shunday degan: Ramazan oyining avvalgi kechisida shaytonlar bog'lanadi, haddidan oshquchi sarkash jinlarga, shaytonlarga taqoqsilinadi. Jannatning eshiklari ochiladi, uningdan Ramazan oxirlashguncha hech bir eshik taqalmaydi. Do'zaxning eshiklari taqiladi, uningdan hech bir eshik ochilmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala Ramazanның her kechisida nurg'un kishilarni do'zaxdan ozod qiladi. 3. Yaxshi ishlarda beslashish. Chunki Ramazandagi insonning tuyg'ulari, himmatlari ve Allohga yaqinlashishga bo'lgan, ya'ni qizg'inligi insonlarni yaxshi ishni ko'p qilishga turtki bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom aytgan, ya'ni Ramazanda shundaq bir kecha bor, bu kechining yaxshiligidan mahrum qolgan odam barliq yaxshilikdan mahrum qoldi. İnsanlarninki ruhiyatida o'zgarish bo'lib, ma'naviyat ko'tarilgan vaqtida ibodat mavsumlarini qo'ldan bermaydi. Xuddi tijorat paslini qo'ldan bermay iqtisodini ko'paytirishga tirishgandek, musulmonlarmi
har xil ibodat mavsumlaridan foydalanib, o'zininki oxiratlik oziq-tuliklari, dasmiylarini ko'paytirishga tirishadi. To'rtinchisi, Ramazonda ruhning o'zgarishi, kishilarning hadab yaxshi ishlarga aldirayotganligi, masjidlarga aldirayotganligi, kechalari taravih namozi va kishilarga xayr ehson qilishga aldirayotganligi va buning hammasi nima desa, bularning ruhiyatida, ma'naviyatida o'zgarish bo'lganlikdan iborat. 5-chi, Ramazonda insonning nafs xohishini sundiradigan va shaytonni qo'g'laydigan shundoq bir alaylik bor. Chunki biz yuqorida bayon qilib o'tgandek, bu oyda jannatning eshiklari ochiladi, do'zaxning eshiklari taqiladi, shaytonlar bog'lanadi. Shuning bilan insonlar nurg'un, ya'ni xatolik yo'llarga minishdan, xatolik sodir bo'ladigan o'rinlarga birib qilishdan to'silib qoladi. Hamda yuqorida bayon qilingan omillar to'liq bo'lgan kishi, u odamning ruhi Ramazonning va Ramazonda tilovat qilingan Qur'oni Karimning nurlarini qabul qilishga loyiq, munbat, nəhayət yaxşı bir o'ringa o'zgaradi. Shuning bilan Ramazon oyidan yaxshilikqa yaqin bo'ladigan, nacharlikdan yiroq bo'ladigan va kishilarga sel rahim qiladigan, urug' tuqqanlikni ulaydigan, boshqalarga yaxshilik qiladigan shundoq bir ruh bilan yetishib chiqadi. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyi kelgan vaqtida boshqa oylarga qaraganda nəhayət bek saxiylashib ketadi va yanında har qanday narsa bo'lsa, buni kishilarga yordam qiladi. Shunga biz hammaylar Ramazonning barakatidan, Ramazonning rahmatidan, Ramazonningki ilohiy nurlardan ruhiyatimizni, ma'naviyatimizni o'zgartib, Ramazondan yangicha bir ruh bilan, yangicha bir nur bilan chiqishni Allohdan tilayli. Alloh subhanahu va taolo bizningki moddiy ma'naviyatimizni har zaman pak bo'lgan, sap bo'lgan, temiz bo'lgan holatda qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.